Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, mana ko'rib turibsizlar, Moskva shahridan avtovokzal Katennikidan UzAvtoTranslans davlat tomonidan qo'yilgan relsli avtobuslarimiz hali hamon qatnovda. Aziz yurtdoshlar, Ramazon oyida biz Ramazon oyiga aksiyalar ketyapti. Kimdan mana ketmoqchi bo'lsa, bitta mesda olsa, ikkinchi mesdamiz bonusga bepul beriladi. Davlat avtobuslarimiz to'lsa to'lmasa, demak Toshkent shahriga jo'nab ketadi. Shundan vodiylar, mana bitta sirenamiz orqasida zaryadka uskunalar, GPS kameralar nazorat ostida, 3 tadan GPS kameralar, 2 tadan monitorlarimiz, kullerlarimiz, hojatxonalarimiz mavjud. Avtobusda ketgan yurtdoshlarimiz bilishadi. Avtobusimiz juda ham qulay va avtobusimiz reklamaga muhtoj emas. Bu reklama qilmayapmiz. Shu qo'ldan kelgancha qilayotgan mehnatlarimiz yurtdoshlarimiz shunaqa sifatli, resli, qonuniy avtobuslarda ketishlari uchun qo'ldan kelgancha qilayotgan mehnatlarimiz. Tanlovdan adashmasdan bemalol telefon qilib muolajaga kelaverasizlar. Kassa raqamlarimiz +7 929 693 49 97. Tanlovdan adashmanglar, sog' bo'ling.